Aziz tomoshabinlar, bugungi ma'lumot juda muhim. Bu masala pensiya olayotganlar, nafaqa olayotganlar, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, moddiy yordam yoki boshqa davlat to'lovlariga bog'liq bo'lgan har bir oilaga tegishli. Agar siz yoki oilangizdagi keksa ota-onangiz, nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz, boquvchisini yo'qotgan farzandlar, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki identifikatsiyadan o'tmaslik ayrim holatlarda to'lovlarning vaqtincha to'xtashi, kechikishi yoki hisobga tushmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, aniq va tushunarli qilib tushuntirish uchun gapiryapman. Qaysi holatda xavotirlanish kerak, qaysi holatda hammasi joyida bo'ladi. Kimlar albatta tekshirish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi. Hammasini ketma-ket aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarga pulini vaqtida olishga yordam beradi. Avvallari ko'p to'lovlar eski tartibda yurardi. Masalan, pensioner o'z pensiyasini kartaga olardi yoki pochta orqali olardi. Ijtimoiy yordam tayinlangan oila mahalla orqali ro'yxatga olinardi. Keyin pul belgilangan muddatda tushardi. Nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, bola puli, moddiy yordam kabi to'lovlarda ham ko'pincha odamlar haqida hujjat topshirgandan keyin uzoq vaqt alohida tekshiruvsiz davom etib kelardi. Hozir esa tartiblar raqamlashtirilyapti. Davlat idoralari odamning shaxsi, yashash joyi, bank kartasi, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, oilaviy tarkibi va haqiqatan ham to'lov olish huquqi bor yo'qligini elektron tizimlar orqali solishtiryapti. Bu jarayon identifikatsiya deb ataladi. Oddiy qilib aytganda, davlat sizning rostdan ham o'sha odam ekaningizni, hujjatlaringiz to'g'ri ekanini, to'lov aynan sizga yoki sizning qonuniy vakilingizga ketayotganini tasdiqlamoqchi. Buning sababi nimada? Birinchi, noto'g'ri to'lovlarni kamaytirish. Masalan, odam manzilini o'zgartirgan, lekin tizimda eski manzil turibdi, yoki bank kartasi boshqa odam nomida, yoki shaxsiy ma'lumotlarda bitta harf xato yozilgan, yoki nafaqa olayotgan odam vafot etgan bo'lsa ham ma'lumotlar vaqtida yangilanmagan. Ikkinchidan, pulni haqiqiy egasiga yetkazish. Uchinchidan, 2 marta to'lov, noto'g'ri ro'yxat, soxta ariza, eski ma'lumotlar kabi holatlarni bartaraf etish. Shuning uchun men bu masalani juda jiddiy deb hisoblayman. Chunki ko'pchilik muammo chiqqandan keyin yuguradi. Lekin to'lov bloklangandan keyin uni ochish, qayta tekshirtirish, hujjat to'plash, navbat kutish ko'proq vaqt oladi. Eng to'g'ri yo'l muammo chiqmasidan oldin ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish. Eng avvalo, identifikatsiya deganda hamma bir xil narsani tushunmasligi mumkin. Ba'zi joyda bu pasport yoki ID karta ma'lumotlarini yangilash bo'ladi. Ba'zi holatda bank kartini egasiga bog'lash kerak bo'ladi. Ba'zi holatda pensionerning tirikligini, yashash joyida borligini yoki pulni o'zi olayotganini tasdiqlash talab qilinadi. Ba'zi holatda esa mahalla, ijtimoiy himoya organi yoki pensiya bo'limidagi ma'lumotlar bazasida xatolik bo'ladi. Masalan, birinchi misolni olaylik. 58 yoshli otaxon pensiyasini har oy 20.600.000 so'm miqdorida kartaga oladi. Kartani esa o'g'li ishlatadi. Chunki otaxon telefondan yaxshi foydalana olmaydi. Agar karta otaxon nomida bo'lsa, PIN kodi va kartani o'g'liga ishonib bergan bo'lsa, bu alohida masala. Lekin karta boshqa odam nomida bo'lsa, ya'ni pensiya boshqa shaxs kartasiga tushayotgan bo'lsa, tizim buni tekshirishi mumkin. Natijada to'lov kechikishi yoki qo'shimcha tasdiq talab qilinishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l pensioner nomiga karta ochish va to'lovni shu kartaga rasmiy bog'lash. Ikkinchi misol, bir ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi sifatida 2 farzandi uchun har oy 900.000 so'm atrofida pul oladi. U yaqinda boshqa tumanga ko'chgan, lekin doimiy ro'yxat eski manzilda qolgan. Mahalla ma'lumotida bir joy, bankda boshqa joy, pasport tizimida yana boshqa ma'lumot chiqsa, ariza tekshiruvga tushishi mumkin. Bu pul bekor qilindi degani emas, lekin ma'lumotlar mos kelmagani uchun to'lov ushlanib qolishi mumkin. Shuning uchun ko'chib o'tganlar ro'yxatdan chiqarilganlar. Yangi manzilga ro'yxatga kirganlar albatta ma'lumotlarni tekshirtirishi kerak. Uchinchi misol, nogironligi bo'lgan fuqaro nafaqa oladi. Uning nogironlik muddati 1 avgustda tugagan. Lekin u qayta tibbiy ko'rikdan o'tishini unutgan yoki hujjat hali tizimga tushmagan. Bunday holatda ham to'lov to'xtashi mumkin. Bu identifikatsiya muammosiga o'xshab ko'rinadi.
Aslida esa huquqni tasdiqlovchi hujjat muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun faqat pasport emas, to'lovga asos bo'ladigan barcha hujjatlarning muddati ham muhim. Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi odamlarga diqqat qilishni maslahat beraman. Pensiyasini yoki nafaqasini bank kartasi orqali olayotgan, lekin karta ma'lumotlarini anchadan beri tekshirtirmaganlar. ID karta yoki pasport almashtirgan, lekin pensiya bo'limi, bank yoki ijtimoiy himoya organiga yangi ma'lumotni yetkazmaganlar. Telefon raqamini o'zgartirganlar, manzilni o'zgartirganlar. Pulni o'zi emas, farzandi, qarindoshi yoki boshqa ishonchli shaxs orqali olayotganlar. Nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik, bola puli, moddiy yordam kabi to'lovlarda hujjati muddati tugayotganlar. Alohida e'tibor berish kerak bo'lgan holat. Keksa ota-onalar, ko'p farzandlar ota-onasining pensiyasi tushyaptimi yoki yo'qmi? Faqat pul kerak bo'lganda qaraydi. Lekin tizimda SMS kelgan bo'lishi mumkin, bank ilovasida xabar chiqqan bo'lishi mumkin. Mahalla chaqirgan bo'lishi mumkin. Otaxon yoki onaxon esa buni tushunmay qolishi mumkin. Shuning uchun men farzandlarga aytaman, bugun yoki ertaga ota-onangizning hujjatlarini bir ko'rib chiqing. ID kartasi bormi? Amal qilish muddati joyidami? Bank kartasi o'z nomidami? Telefon raqami ishlayaptimi? Mahalladagi ma'lumotlar to'g'rimi? Shularni tekshiring. Agar sizning pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, to'lov har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, telefon raqamingiz faol bo'lsa va mahalla yoki ijtimoiy himoya organidan qo'shimcha chaqiruv kelmagan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xatolik ba'zan odam bilmagan joyda bo'ladi. Masalan, bankda familiyangiz lotin harfida bir xil, pensiya tizimida boshqa yozilgan bo'lishi mumkin. Pasportda tug'ilgan sana to'g'ri, eski ma'lumotlar bazasida esa oy yoki kun xato kiritilgan bo'lishi mumkin. Bitta raqam xato bo'lsa ham elektron tizim moslikni ko'rmaydi. Shu sababli men har doim aytaman, to'lov olayotgan odam yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Endi juda muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat shuki, to'lov bloklandi degani pul butunlay yo'qoldi degani emas. Ko'p holatda bu vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Sabab bartaraf etilsa, ya'ni identifikatsiya o'tkazilsa, hujjat yangilansa, bank rekviziti to'g'rilansa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin muddat cho'zilsa, keyin hujjatlarni isbotlash qiyinlashadi, qayta hisob-kitob vaqt oladi. Ikkinchi nozik jihat, hamma joyda bir xil talab bo'lmasligi mumkin. Bir tumanda odamdan ID karta va bank kartasi so'raladi. Boshqa tumanda ariza. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot, ishonchnoma yoki vasiylik hujjat ham kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men aniq maslahat beraman. Borishdan oldin mahallang tuman pensiya bo'limi, ijtimoiy himoya markazi yoki bank filialiga telefon qilib, aynan sizning holatingizda qanday hujjat kerakligini so'rang. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma masalasi. Agar pensioner o'zi yura olmasa, pulni farzandi yoki boshqa qarindoshi olib bersa, bu og'zaki kelishuv bilan emas, rasmiy tartib bilan bo'lishi kerak. Bank operatsiyasi, pochta orqali olish, hujjat topshirish, ariza yozish kabi masalalarda qonuniy vakillik talab qilinishi mumkin. Agar odam yotib qolgan bo'lsa, nogironligi bo'lsa yoki uzoq hududda yashasa, notarial ishonchnoma, vasiylik yoki tegishli tartibdagi tasdiq kerak bo'lishi ehtimoli bor. To'rtinchi nozik jihat, xorijda yurganlar. Ba'zi fuqarolar pensiya yoshida bo'lsa ham vaqtincha boshqa davlatda bo'ladi. Ayrimlar davolanish uchun ketgan. Ayrimlar farzandlari yonida yashaydi. Bunday holatda shaxsni tasdiqlash, yashash holatini tasdiqlash, bank kartasi va vakillik masalalari alohida tartibda ko'rilishi mumkin. Men bunday odamlarga yaqinlari orqali mas'ul idoraga murojaat qilib, masalani kechiktirmaslikni maslahat beraman. Chunki men chetdaman, keyin boraman deb yurilsa, to'lovlar vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. 5-nozik jihat, SMS va qo'ng'iroqlar. Hozir firibgarlar ham shunday mavzulardan foydalanadi. Pensiyangiz bloklanadi. Karta raqamingizni ayting. Kod keldi, aytib yuboring. Identifikatsiyadan o'tkazib beramiz. Pul o'tkazing degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta PIN kodini aytmang. Karta raqami, amal qilish muddati va CVV kodini begona odamga yubormang. Rasmiy idora hech qachon sizdan telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodlarini so'ramaydi. Identifikatsiya kerak bo'lsa, sizni rasmiy idoraga, bankka yoki
elektron xizmat orqali tasdiqlashga yo'naltiradi. Birinchi xato. Pul tushib turibdi-ku. Demak, hammasi joyida deb o'ylash. Bugun tushayotgan pul ertaga ham avtomatik tushadi degan kafolat yo'q. Agar tizim yangilansa yoki tekshiruv bosqichi boshlansa, eski xatolik yuzaga chiqishi mumkin. Ikkinchi xato, hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Agar 25 avgustgacha identifikatsiyadan o'tish kerakligi haqida ogohlantirish bo'lsa, 1 avgust kuni borish eng noto'g'ri qaror. Chunki navbat bo'ladi. Tizim sekin ishlash mumkin. Bitta hujjat yetishmasligi mumkin. Bir kun ichida hammasini tugataman deb o'ylash xavfli. Uchinchi xato, faqat bitta idoraga borib, javobni to'liq tekshirmaslik. Masalan, bank bizda hammasi joyida deydi, lekin muammo pensiya bo'limidagi ma'lumotda bo'lishi mumkin. Yoki mahalla ro'yxatda bo'lsiz deydi, lekin bank rekviziti eski bo'lishi mumkin. Shuning uchun qayerda muammo chiqqanini aniqlash kerak. To'rtinchi xato, hujjat nusxalarini olib bormaslik. Ba'zan odam ID kartini olib boradi, lekin eski pasport ma'lumoti, bank karta rekviziti, ariza raqami, nogironlik ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi yoki nikoh hujjati kerak bo'lib qoladi. Shunda yana uyga qaytish, yana navbat kutish kerak bo'ladi. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, to'lov turini aniqlang. Siz pensiya olyapsizmi? Nogironlik nafaqasimi? O'quvchisining yo'qotganlik pensiyasimi? Bular pulimi? Moddiy yordammi yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Chunki har birining mas'ul idorasi va hujjat talabi farq qilishi mumkin. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, JSHR raqami, bank kartasi, bank rekvizitlari, telefon raqami, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, agar kerak bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, vasiylik yoki ishonchnoma hujjatlarini tayyorlab qo'ying. Uchinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta kimning nomida? Amal qilish muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqami o'zingizniki yoki ishonchli yaqin kishinikimi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oching va rekvizitni tegishli idoraga yetkazing. Agar to'lov eski kartaga bog'langan bo'lsa, yangi karta avtomatik ulanmasligi mumkin. 4-qadam. Mahalla yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Agar siz ijtimoiy yordam, moddiy yordam, bola puli yoki kam ta'minlangan oila sifatida to'lov olayotgan bo'lsangiz, mahalladagi mas'ul xodimdan ro'yxatdagi ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Oila tarkibi to'g'rimi? Manzil to'g'rimi? Daromad ma'lumotlari yangilanganmi? Ariza muddati tugamaganmi? Shularni so'rang. 5-qadam. Pensiya yoki nafaqa bo'yicha mas'ul bo'limga boring. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, tuman yoki shahar pensiya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmat markazi orqali ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Mening to'lovim bo'yicha identifikatsiya talab qilinyaptimi? Ma'lumotlarimda xatolik bormi? Bank rekvizitim to'g'rimi? Hujjatlarim muddati joyidami? deb aniq savol bering. 6-qadam, arzi yozishda aniq yozing. Masalan, men falonchi pensiya yoki ijtimoiy to'lovlarni davom ettirish uchun shaxsiy ma'lumotlarimni yangilash va identifikatsiyadan o'tish maqsadida murojaat qilmoqdaman. Pasport yoki ID karta ma'lumotlarim, bank rekvizitim va yashash manzilimni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar to'lov kechikkan bo'lsa, falon oy uchun to'lov tushmagan, sababini aniqlab, to'lovni qayta tiklash bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman deb yozing. 7-qadam, murojaat raqamini oling. Bu juda muhim. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar ariza topshirsangiz, ro'yxat raqamini oling. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat ID raqamini saqlab qo'ying. Keyin men kelgandim, aytgandim deyishdan ko'ra, qo'lingizda murojaat raqami bo'lsa, masalani kuzatish osonroq bo'ladi. 8-qadam. Keksa yoki yura olmaydigan odamlar uchun oldindan yo'l toping. Agar ota-onangiz yura olmasa, mas'ul idoradan uyga chiqish tartibi bormi? Mobil xizmat bormi? Ishonchnoma orqali hal qilish mumkinmi? Shuni so'rang. Har bir holatda bitta yechim bo'ladi. Faqat uni vaqtida boshlash kerak. Tasavvur qiling, bir oilada ona 72 yoshda har oy 1 million 400 ming so'm pensiya oladi. O'g'li pul tushganini telefondan ko'rib yuradi. Ona 2 yil oldin ayda karta olgan, lekin pensiya bo'limidagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qoldi. Bir kuni to'lov kechikadi. O'g'il bankka boradi, bank karta ishlayapti deydi. Keyin pensiya bo'limiga boradi. U yerda ID karta ma'lumoti yangilanmagani aytiladi. Agar ular buni oldindan tekshirtirganda,
pensiya vaqtida tushgan bo'lardi. Yana bir holat, yosh ona bola puli oladi. U turmush o'rtog'i bilan boshqa tumanga ko'chgan. Lekin ro'yxat eski manzilda. Mahallada esa oila tarkibi yangilanmagan. Tizim daromad va manzil ma'lumotlarini solishtirganda nomuvofiqlik chiqadi. Natijada arza qayta ko'rib chiqishga tushadi. Ona nega pulim to'xtadi deb hayron bo'ladi. Aslida muammo pulda emas, ma'lumotlarda. Bunday vaziyatda yangi manzil bo'yicha ro'yxat, oila tarkibi va bank ma'lumotlarini yangilash kerak bo'ladi. Yana bir misol. Nogironligi bo'lgan odamning tibbiy hujjati muddati tugaydi. U menga doim beriladi deb o'ylaydi. Lekin tizim muddat tugaganini ko'radi. To'lov vaqtincha to'xtaydi. Keyin u qayta ko'rikdan o'tadi. Hujjat yangilanadi. To'lov tiklanadi. Lekin bu jarayon bir necha hafta olishi mumkin. Shuning uchun nogironlik muddati tugashidan oldin hujjatlarni tayyorlash juda muhim. Men tomoshabinlarga bir narsani aniq aytmoqchiman. Rasmiy xabarlarni tekshirmasdan vahimaga tushmang, lekin ogohlantirishlarni ham beparvo qoldirmang. Agar sizga 25 avgustgacha identifikatsiyadan o'ting deyilgan bo'lsa, bu muddatni jiddiy qabul qiling. Bu har bir odamda bir xil oqibat bo'ladi degani emas, lekin ma'lumotni tekshirtirish shart degani. Hujjatlarni olib borganingizda ularni tartib bilan joylang. ID karta, bank kartasi, bank rekviziti, telefon raqami, arza nusxasi. Eski hujjatlar kerak bo'lsa, yaqin qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar alohida papkada bo'lsin. Agar siz boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, vakolatni tasdiqlovchi hujjatni unutmang. Agar sizga rad javob berilsa, sababini yozma so'rang. Tizimda chiqmadi. Ma'lumot mos emas. Keyin keling degan gaplar yetarli emas. Qaysi ma'lumot mos emas? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi muddatda qayta topshirish kerak? Kim mas'ul? Shularni aniq bilib oling. Agar to'lovingiz kechiksa, birinchi kuniyoq bankdan karta holatini tekshiring. Keyin mas'ul idoraga murojaat qiling. Ko'p odamlar bir oy kutadi, keyin ikkinchi oy ham tushmasa, yugurishni boshlaydi. Bu vaqt ichida masala murakkablashadi. Kechikish bo'lsa, sababini darhol aniqlash kerak. Azizlar, bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha identifikatsiya masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami, to'lovga asos bo'ladigan hujjatlar va vakillik masalalari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, pulingiz bekor bo'lib ketmasligi mumkin. Lekin vaqtincha to'xtashi, kechikishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Ota-onangiz, yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz orasida pensiya yoki yordam oladiganlar bo'lsa, ularga ham ayting. 25 avgustgacha kutib o'tirmang. Ertaroq tekshirtirsangiz, navbat ham kamroq bo'ladi. Xatoni tuzatishga ham vaqt yetadi. Sizning hududingizda identifikatsiya bo'yicha qanday talablar qo'yilyapti? To'lovlar vaqtida tushyaptimi yoki kechikish bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.